Immuniteti tushib ketgan do'stim, mana quvvatsizlik bo'ladimi, jinsiz zaiflik bo'ladimi, ereksiya pasayib, urug' foizi tushib ketish bo'ladimi? Mana o'rtoqlar, mana yuragini quvvatga to'ldiradi, butun organizmni kuchaytirib beradigan mahsulot bu. Qadimki shohlar mahsuloti hisoblanadi. Imperatorlar 20 ta 30 talab xotini bor vaqtda ham tetiga yurgan sababi mana shu narsani iste'mol qilib yurishida. Buni nom birodarlar, mana oq jinshin ko'ryapsizlarmi? Mana ana shunday oppoq bo'ladi. Qizili yoki qorasi emas. Mana oq jinshin. Olasiz. Bismillah mana. Qarang. Asalli shirin bo'ladi bu mahsulot. Mana shunchagina mana yarim gram ha. Ana shuni 2-3 mahal shuni o'zini iste'mol qilib yuring. Mana bismillah. Xohlang damlab ichib yuring, xohlang ovqatga solib maydalab yeng, xohlang 100 gramni 1 kilogram asalga aralashtirib iste'mol qilib yuring. Befarzandlarga ham natija beradigan, urug' foizini kuchaytirib, erkaklik quvvatini oshirib beradigan mahsulot hisoblanadi. Mana Xitoydan kelgan mahsulot hisoblanadi. Birodarlar, toping, iste'mol qiling, boshqalarga ham tavsiya qiling. Xudo xolasa natijalar a'lo bo'ladi va bo'lib kelmoqda. Buni natijalarini ko'plab qo'yganman do'stlar. Va qarshi ko'rsatmasi mavjudki, bu nimalarga yoki kimlarga mumkin emas. Yurak kasalliklari, ya'ni tahkardiyasi borlarga mumkin emas va undan tashqari sudirgisi hamda davlinasi yuqori yuruvchi, ya'ni qon bosimi baland yuruvchilarda mumkin emas. Mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda ishlatasiz. Qolgan kasalliklarga bemalol bosib yuravering. Xullas, videoroligimiz yoqsa like, repost, obuna esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'ling birodarlar. Xayr.